Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Amaldori Michel Bachelet Sharq Turkiston haqidagi dokladni izchil kechiktirganligi sababli kuchli tanqidga uchrayotgan bir paytda Ali Amaldor ishxonasining bayonotchisi Bacheletning bu oy oxirigacha dokladni e'lon qilishga va'da berganligini yana bir qatim ta'kidladi. Bu jarayonda Xitoy rejimining Michel Bacheletga va Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi diplomatiya o'maklariga maktub avatib, mazkur dokladning e'lon qilinishini to'sib qilishga uringanligi oshkorlangan edi. Baltiq dengizi bo'yidagi Latviya va Estoniya qatorliq davlatlar 8-oyning 11-kuni Xitoyning iqtisod munbiri deb qurilib olgan 17 qo'shilgan bir ittifoqidan chekingan. O'tgan yili Litva bu ittifoqdan chekingan bo'lib, bu yil Latviya bilan Estoniyaning chekinishi Xitoyni Baltiq dengizi bo'yidagi bu 3 davlatdan oladigan manfaatdan mahrum qilgan. Xitoyning Sharqiy Yevropa, Balqan yarim oroli va Baltiq dengizi atrofidagi 17 davlat bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish uchun qurib chiqqan bu munbiri navbatda 14 qo'shilgan bir munbir bo'lib qolgan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligining tunugun xabar qilishicha, orol atrofida Xitoyga tava 29 urush aeroplani va 6 urush paraxoti ko'rilgan. Ministerlikning bayonotida Tayvanning havo va dengiz elektronlik dengiz qo'g'dash uskunasi, charlash aeroplani, paraxot va yer yuzi boshqariladigan bomba sistemasi bilan iz qo'g'layotganligi aytilgan. Yana bir tarafdan Xitoy dengiz qirg'iqi muhofazat paraxoti Sharq dengizdagi talash tortishdagi Senkaku oroli atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga kirgan. Xitoy yaqinda Amerika parlamenti ma'qullagan Uzak qonunini aybladi. Xitoy Kommunist partiyasining rasmiy organlaridan biri bo'lgan Yer shari vaqt gazetining xabariga qaraganda, Xitoy xalqaro savdoni ilgari surish kengashi bilan Xitoy xalqaro savdo birlashmasi bayonot e'lon qilib tasdiqlangan qonunning salbiy oqibatlari to'g'risida to'xtalgan. Yaqinda imzolangan qonun Amerika hukumatining yerlik o'zak ishlab chiqaruvchilarga taxminan 52 milliard dollar to'liqlama bilan ta'minlashga yo'l ochgan. Aqsarayning sobiq davlat bexatarlik maslahatchisi va tashqi ishlar ministri Henry Kissinger Amerikaning o'zi paydo qilgan masalalar sababidan Rossiya va Xitoy bilan urush girdoviga berib qolganligini aytdi. Kissinger Volkochisi gazetining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: Biz qisman o'z qo'limiz bilan paydo qilgan masalalar sababidan Rossiya va Xitoy bilan urush girdoviga berib qoldik. Uning qanday oxirlashadiganligi va qayerga boshlashi kerakligini bilmaymiz. Kissinger yana Ukrainaning hal qilish chorasining Qrim va Donbassning bir qism joylarini Rossiyaga tashlab berish ekanligini aytdi. Amerika Avam palatasi Nancy Pelosining Xitoy bilan jiddiylik paydo qilgan Tayvan ziyaratidan 12 kun keyin Amerika parlamentining yangi bir vakillar o'miki Tayvanga yetib keldi. Amerikaning Tayvandagi amaliy elchixonasi bo'lgan Amerika instituti e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, Massachusetts shtatining Kengash palata a'zosi Ed Markey boshchiligidagi 5 kishilik vakillar o'miki Osiyo sayohati doirasida bu orolni ziyorat qilgan. Qozog'istonda qurilish tamomlangan O'rta Osiyodagi eng chong masjid bo'lgan Buyuk Nur-Sulton masjidi marosim bilan ochildi. Poytaxt Nur-Sultonda ko'k gumbaz va Qozog'iston bayrog'ining rangiga o'xshaydigan munorlar bilan selingan masjidning ochilish marosimi qurg'uvchi prezident Nur-Sulton Nazarboyevning ishtirok qilishi bilan o'tkazildi.